cho'llardagi, adirlardagi, qirlardagi cho'ponni uyini ko'rganmisiz? Loydan qurilgan. Shuni umringni deydi, atrofini shu loydan qurilgan uyga o'xshatyapti. Shu uyingni atrofi, ya'ni umringni atrofini sel olyapti deydi. Hali nurab ketayotgan uy bor-ku. Umringni atrofini sel olyapti deydi. Soqollarga oq tushishi, sochlarni tushishi, mana bu bo'yalgan sochlarni ham oqarishi. Yo'q, ma'nikilar. Xullas, mana shu narsalar paymonani yaqinlashayotganidan darak beradi. Dunyoda bir narsa bor deydi. Bir hammol bor deydi, umrni ko'tarib olib ketadigan deydi. Ana shu deydi, seni har xil narsalarga, chiroyli gaplarga, qiziq gaplarga, xonimchalarga, yana bir narsalarga, pulga, boshqa narsaga ovora qilib qo'yib, umringdan ozgina ko'tarib ketyapti deydi. Shuning uchun bu yog'iga endi uxlamagin endi. Ibodatingni qil, bu yog'iga yaqinlashib qolyapti deydi. Essiz bolaligini qoldirib ortda, umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Qoldirib qoldirmay iz bu hayotda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Qoldirib qoldirmay iz bu hayotda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Her seher turgaydan avval uyg'onib, kamallar yaratish ishqida yonib, ko'cha buzarlardan ko'ngil dog'lanib, dilli buzarlardan ko'ngil dog'lanib,